Assalomualaykum hammaga xayrli kun. Biz Xudoxolasa navbatdagi ko'mir ataqlanishimizga o'zlarimiz yuklab tayyor etib qo'ydik. Uyimizda Xudoxolasa patrushdan samotyop sistemada o'tirib beramiz. Turbalarimiz 32-25 qadashabatdayik, nomimiz esa 127 band jarım sistemga qat yo'limiz o'zlarimizda ishlab chiqarib turgan samodelni 4 kitobli bo'ladi. 3lik listdan yozilgan toza listdan. Batareyalarimiz esa 500'lik tur elimin bo'ladi. Mesela toza perdada batareyalarimiz yetib keldi. Bemalol aloqa chiqarasizlar. Kimga batareya ili turba kataloga kerak bo'lsa, dastlabki xizmatimiz bor. İşimiz Xudoxolasa Qoraqalpog'iston Respublikasi Beruniy tumanida bo'lib o'tadi. Beruniy El-Xorazmiy sovxozda bo'lib o'tadi. Xudoxolasa odamda 6:00 yo'lga chiqamiz. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerga aloqa chiqarasizlar. 1 yil kafolati bilan o'tkazib bitirib beramiz. E'tibor uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.